Men o'qish maqsadida chet elga kelgandim, lekin bu yerdagilar harom ovqat ko'p iste'mol qilishar ekan va ishlar ham shunday restoranlarda, hattoki cho'chqa go'shti sotishar ekan. Men ham hozir bir restoranda ishlayapman, faqat idish yuvishlikka. Bizga ish o'rtasida tanaffus berishadi. Tushlik uchun va ular ovqat bilan ta'minlashadi. U ovqatlariga asosan tovuq qo'shib tayyorlashadi. Shu kungacha u ovqatdan yeb kelayotgan edik. Lekin bugun o'sha yerda ishlaydigan ishchilardan eshitdikki, tovuqlar ham bizni shariatimizga mos so'yilmas ekan. Tushunishim bo'yicha bismillahni aytishmaydi, chunki bu yerdagilar boshqa din vakillari. Shunday joylarda ishlashim to'g'rimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatan ham g'ayri din yurtlarida mana bunday yeyish-ichish masalasi juda ham qiyin. U shar'iy yo'l bilan, halol yo'l bilan so'yilgan jonliqni topish juda ham kerak bo'ladi. Mana bu savolda ham aytilgandek, o'sha yeyotgan narsamiz shariatga muvofiq emasligini aytildi deyaptilar. Demak, shu agar haqiqatan ham shariatga muvofiq bo'lmasa, u so'yilgan narsani yeyish mumkin emas. Chunki shariatga muvofiq so'yilmagan narsa u bizni shariatimizda o'limtik, ya'ni harom o'lgan hisobida bo'ladi. Mana buni tanovul qilishlik mumkin emas. Aksincha boshqa halol luqma topishlikka harakat qilishlari kerak. Endi ishlash masalasida aytayotganlaridek, bu yerda o'sha restoranda bular idish yuvuvchi ekanlar. Bevosita taom tayyorlovchi, taom taqdim qiluvchi emas ekanlar. Shuning uchun bularni hozirgi ishlayotgan ishlarida hech qanday zarar yo'q, monelik yo'q. Ammo lekin baribir shularni orasida bo'lganliklari uchun boshqa ish topishga harakat qilishlari kerak. Ya'ni halol, pokiza joyda ishlab, halol luqma topishga harakat qilishlari kerak va ana shu harakatni qilib Alloh taolodan so'rab, shu harakatda davomli bo'lsinlar, lekin o'sha ish topilguncha hozirgi ishlarida ishlab turishlari mumkin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Ya'ni Alloh va'da bergan, kim Allohga taqvo qilsa, uni juda ham bir tang holatdan chiqadigan yo'l ko'rsatadi va unga o'ylamagan tomondan rizq beradi deydi. Demak, bu juda ham bir eng tang holat emas, balki boshqa halol pokiza joylarni surishtirib harakatini qilsalar, albatta Alloh taolo niyatlariga yarasha, taqvolariga yarasha beradi. Lekin ungacha topilguncha hozirgi holatlarda ishlab turishlari mumkin bo'ladi. Tamattu hajidan oldin ihrom holatida umra amalini bajarganda, ya'ni umra tavofida o'ng yelkani ochiq holatda bajarilar ekan. Birinchi marotaba hayajondanmi chalg'ib, o'ng yelkani ochmasdan umra qilibman. Bu holat jinoyatmi? Nima qilaman? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu istibo deyiladi. Ya'ni har qanaqa tavofdan keyin orqasidan sa'i qilish vojib bo'lgan tavoflarda, masalan umrani tavofida ham orqasidan sa'i qilish vojib. Istibo sunnat hisoblanadi. Istibo degani o'ng yelkani ochib, ihromni o'sha qo'ltig'ini ostidan o'tkazib, chap yelkadan tashlab, polvon yurish deymiz, yelkalarni o'ynatib yurishlikni istibo deyiladi. Bu o'sha ortidan sa'i bo'lgan tavoflarda sunnat hisoblanadi. Ramal sal tezroq yurishlik, bu tavofni avvalgi 3 tasida sunnat, qolgan 4 tasida oddiy yuriladi. Ammo istibo 7 tala tavofni hammasida ham sunnat. Endi bandalik yuzasidan unutib istiboni qilmagan bo'lsalar, hech qanaqa jarima lozim bo'lmaydi, chunki sunnat amal tark bo'lgan. Ya'ni bu farz yoki vojib amal emas. Shuning uchun u kishini tavofiga yoki umrasiga nuqson yetgan hisoblanmaydi. Istig'for aytishlari lozim bo'ladi, chunki qasddan qilmagan bu kishi, lekin inshaalloh umralari umra hisoblanadi. Vallohu a'lam bis-savob.